Assalomu alaykum. Bugun kiradigan mavzuyimiz ifodalar, conditional expression, ya'ni shartli ifodalar deb tarjima qilsak bo'lsa kerak. Yoki boshqacha qilib aytganda if else yoki agar ifodalari. Birinchi ko'radigan funksiyamiz bu agar sonning qiymati 0 ga teng bo'lmasa, o'sha sonning teskarisini chiqaradigan bir amal ifoda desak ham bo'ladi. Mana agar biror bir sonni beramiz, masalan 2 bo'lsin. Demak, if funksiyasi agarni bildiradi. Agar 0 ga teng bo'lmasa, print o'sha sonni teskarisini chiqargin. Yoki ya'ni agar 0 ga teng bo'lsa, yozamiz 0 sonning teskarisi yo'q deymiz. Endi esa buni ishga tushirsak, Ctrl Enter. Ya'ni ana, demak bu funksiyamiz 2 ni teskarisini yozdi, ya'ni 1 taqsim 2 ni. Boshqacha qilib aytganda 2 ni teskarisi 1 taqsim 2. Agar shuni 3 qilsak, nima bo'lardi? 0.3. Agar 4 qilsak mana 0.25 bo'ladi. Mana. Demak 0.25 chiqdi. Endi elsa olamiz, yana shuni 0 qilib ko'ramiz. Bu yerni o'chiramiz qulay bo'lishi uchun. Agarda 0 ni bersak, mana 0 sonning teskarisi yo'q dedi. Ya'ni 1 taqsim 0 ni bu ifoda qilib bera olmadi. Bu yerda infinity deb chiqaradi. Arda. Demak, ko'rgan funksiyamiz mana shunday ishlaydi. Agar 0 ga teng bo'lmasa, o'sha sonning teskarisini chiqargin. Agar 0 ga teng bo'lsa, mana bu xabarni bergin deb ishlaydi funksiyamiz. Yanada tushunarli bo'lishi uchun biz yana davom ettiramiz. Hozirgi yana o'sha eski datasetimiz bilan ishlaymiz. Library ts labs qilamiz. Data murders. Yangi ustun qo'shamiz. Kara 100.000 ve 2, 3, 4, 5. Mana bu yerda bitta to'siqcha ketibdi, kechirasizlar mana. Mana endi bo'lish kerak. Mana. Endi bo'ldi. Mana endi murdersni ko'rsak, murder rate'ni ko'rsak, yo'q, murdersni o'zini ko'ramiz. Yo'q, murder rate'ni ko'rar ekanmiz. Avval murder rate mana. Demak, hozirgi ko'radigan funksiyamizda mana bunday qilamiz. Agarda qiymati 0.5 dan kichikka bo'lsa, o'shani bizga chiqargin deymiz. Eng kichik qiymati masalan olamiz. Index olamiz. Which mean murder rate. Ya'ni eng kichik qiymatini oldik. Mana shuni, mana bularning ichida eng kichik qiymatini oldik. Ana endi mana shu 0.5 dan kichikka kattaligini hozir ifoda bilan topamiz. Mana bunday qilaylik mana. Demak, if
0,5 dan bo'lsa print models state int. Ya'ni o'shani chiqargin deyamiz agar qiymat 0,5 dan kichik bo'lsa, yoki agar unday bo'lmasa, demak bizga kerak bo'ladi print hech qaysi hududda bunchalik kichik qiymat yo'q bo'lsin. Demak mana vermentda ekan. Demak vermentda yana ko'rmay qolgan bo'lsangiz yana ko'rsataman. Vermentda demak o'sha o'lim darajasi 0,5 dan ham kichkina ekan. Agarda endi shuni 0,25 qilsak nima bo'ladi? 0,25 qilsak mana hech qaysi hududda bunchalik kichik qiymat yo'q. Ya'ni 0,25 dan kichik emas ekan. Demak biz buni qisqartirishimiz ham mumkin. Demak if else ni o'rniga mana bunda yana bir funksiya bor. U if else deb yoziladi birotilar. Bu 3 ta argumentni oladi. Hozir sizlarga ishlashini ko'rsatib beraman. Masalan, yana a ga son beraylik, masalan 10 beraylik. 10 ni beramiz. Va yozamiz if else a katta 0 bo'lsa 1 taqsim a ni qaytar, bo'lmasa na ni qaytargin deymiz. Mana 1 taqsim a 0,1 ga teng. Ana endi esa biz shunga -10 bersak na qaytardi. Ya'ni aniq emas. Ya'ni birinchi shartni qalantirsa, mana bu yerda shartni qalantirsa, ikkinchisini qaytaradi, agar qalantirmasa, uchinchi argumentni qaytaradi. Shunday ishlaydi. Yoki mana bunday ham qilish mumkin, yana tushunarli bo'lishi uchun. 1 taqsim a, agar unday bo'lmasa, a ko'paytirilgan 2 ni qaytar deymiz. Mana -20 ni qaytardi. A 0 dan kichik bo'lgani uchun a ko'paytirilgan 2 ni qaytardi. Bu demak vektorlarda ham ishlaydi. Vektorlarda ishlashini hozir ko'rsatak sizga. Masalan, a bironta vektor bo'lsin. Demak 0 1 2 -4 5 bo'lsin. Result deb bitta demak data frame ochamiz desa ham bo'ladi. If else qilamiz. If else a katta 0 bo'lsa 1 taqsim a ni, bo'lmasa na ni qaytarsin. Mana demak resultni ko'rsak mana. Demak 0 dan kichik bo'lgani uchun na 0 dan katta uchun 1 taqsim 1 ga teng, 2 ga esa 1 taqsim 2 bo'ladi. -4 0 dan kichik, yana na qaytargan mana. -5 esa 0 dan katta, shuning uchun 1 taqsim 5, ya'ni 0,2 ni qaytardi bu funksiyamiz. Mana shunday ishlaydi. Demak buni ishlatishni ham ko'rsatamiz. Mana yana bir bizda dataset bor. Na example, ya'ni missing valuelarni ko'rsak ham bo'ladi. Bu yerga hozir mana bunday qilsak, sum missing valuelar, demak len na example qilsak
mana 1000 ga teng ekan uzunligi, mana ko'rmaganlar uchun, ya'ni buning ichida 1000 ta element bor. Endi esa biz mana bunday qilamiz. Sum is na example bo'lsin. Mana 145 tasi, ya'ni 145 tasi ularda yo'q, mavjud emas. Ya'ni 145 ta ma'lumot tushib qoldirilgan. Yana bir ko'rishlaringiz uchun ko'rsataman. Yana example mana. NA'lar soni demak bizga yetarlicha mana. Mana bitta, yana bitta, yana bitta. Mana shunaqadan 145 tasi tushib qolgan ekan. Mana bu yerdagi ko'rishingiz bo'yicha, ya'ni is NA funksiyasi mana shunday. Not available degan mazmunni bildirishi kerak bu. Demak, endi biz if else ni qanday ishlatishni ko'ramiz hozir bunda. No NA qilamiz, ya'ni NA'lar mavjud bo'lmagan. If else is NA example null NA example. Ya'ni bu qanday ishladi? Mana bu NA example funksiyasida agar ma'lumotlar tushib qolgan bo'lsa, uni o'rniga null qo'ydida, agar ma'lumot mavjud bo'lsa, tegilmasdan o'zi tursin degan ma'noni bildiradi mana funksiyamiz. O'sha uchun yangi to'plamimizda esa tushib qolgan ma'lumotlar bo'lmasligi kerak. Mana nollar paydo bo'ldi o'shaning o'rniga, mana nollar paydo bo'ldi. O'shaning uchun hozir biz ko'rsak, endi sum is NA null qilsak, null chiqdi. Ko'rgan bo'lsak, yana ko'rmagan bo'lsa yana bir ko'rsaman. Null, ya'ni tushib qolgan ma'lumotlari yo'q. Yana bir kerakli funksiyamiz esa yana ikkitasi shulardan any va all. Bular qanday ishlashini ko'rsataman hozir. Masalan, bitta vektor yasab olaylik. Demak, true bo'lsin, false bo'lsin mana. Demak, mana funksiyamiz agarda ichidan birontasi true bo'lsa, true qaytaradi. Ya'ni shu shartni qalantiradigan bironta qiymat bo'lsa, ichida true qaytaradi. Ya'ni bizda ikkita true bo'lgani uchun true qaytardi. Keyingi funksiyamiz esa all. Ya'ni barchasi true bo'lsagina true qaytaradi. Ya'ni false qaytardi hozir mana. Mana funksiyamiz demak, mana vektorning ichidagi barcha qiymatlar true bo'lsa, true qaytaradi. Aks holda false. Agar yana bitta false bo'lsa ham false qaytaradi. Mana bunda esa bittagina true bo'lishini o'zi yetarli. Demak, bu funksiyalarimiz mana shunday ishlaydi. Bugungi darslarimiz shunday iborat edi. Rahmat.